Assalomu alaykum, aziz tomoshabin do'stlar. Друзья Records yana sizning xonadoningizda. Сегодня нас ждет невероятная встреча. Сразу два артиста, Albatta. два уникальных взгляда на творчество. Bugungi mehmonimiz Hojiakbar Mallaboyev va iste'dodli san'atkorimiz Mustafoni taklif qilganmiz azizlar. Demak biz Boshladik. Qora ko'zlaringdan ey, oq shirin so'zlaringdan ey. kliplaringiz o'zgacha, baribir ham zo'r har doim kliplar olardingiz. А скажите, а когда здесь вы будете для своих поклонников давать концерт? Bu yil emas, lekin keyingi yilga rejalashtirganmiz. Hey gul badane, hey gul badane, nazanin hey gul badane. Bir olmaning yarmisi, biri sen biri ben. Meni sev, sevgingdan osmonda uchay meni sev. Mustafa bilasiz, mana shu kecha qo'shuqlaringizni ko'rganingizda ancha qo'shuq bor ekan, bir bilma juda ham bir 100 tadan oshuvmi qo'shuq mayitdim. Qo'shiq ko'p lekin muxlisim kamda. Rasa qo'shuq ijod qilgan ekan deb mana qoyil qoldim lekin Ichida bitta tuzuk yo'q ekan, nima deysiz?